Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi vlogimiz bitdi. Hozir sizlar bilan bu vlogimizni video obzorini olamiz. Ungacha sizlar bittadan like bosib qo'yasizlar. Hop, bu vlogimizning razmeri uzun tomoni 4.30, kalta tomoni 2.30 bo'ladi. Komplekti 3 ta taburetka, 4 ta yoz polishi bor, o'rtada jurnalniy stoli bor. 275 ga 90 qilingan jurnalniy stoli bor. Hozir kelgan-yu, yo'lda xudo xolisa endi kelyapti. Xudo xolisa o'zi xon taxtasini qo'yib ham bitta video qilib olamiz. Xo'p, bu vlogimiz ichlari 100% sasna yog'och, tera aralashmagan, pampers prujinalari ham xudo xolisa zavodskiy pampers prujinadan qilingan. Materiallari ham teddy material, qimmat materiallardan qilingan. Orqalari ham o'zini materialda yopilgan bo'ladi, bir xil qilib. Gul taxtalarini ham ko'rishingiz mumkin, patsvet qilib sepilgan. Gul taxtalari ham gold qilingan. Xon taxtasi ham kelsa xudo xolisa video qilishga harakat qilaman. Iloji boricha hozir agasi ketadi, klient uyiga ketyapti, xudo xolisa ko'rishingiz mumkin. Chaklariga ham e'tibor berasizlar, xudo xolisa. Chaklari ham o'ta chiroyli qilib tikilgan, hamma chaklari joyida. Taburetkalar ham katta-katta 70 ga 60 qilib qilingan. Taburetkalarni agar kimgadir spalni vazifasida bajarsa, ishlatsa bo'laveradi. Yaqinlashtirsa bo'ylari teng, baravar qilib qilingan. Spalni vazifasida ham ishlatsa bo'laveradi. 4 ta yostiqchasi ham bor. Kimga shunaqa uголовlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Aloqachi ko'rasizlar, xudo xolisa chiroyli qilib yetkazib, vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda arzonroq shofir topishga harakat qilib chiqarib beramiz, xudo xolisa. Kimga shunaqa uголовlar kerak bo'lsa, aloqachi ko'rasizlar, nomerlarimizni yozib qo'yamiz.